TikTok akkauntga kirganingizda TikTokingiz qotib ishlayaptimi? TikTokdan viruslarni tozalashni o'rganamiz. Ketdik. TikTok akkauntimizga kirib olamiz. Mana bu holatda va mana bu yerdan o'tganimizda mana lupaga, mana qidiruv joyiga faqatgina biz mana nuqtani qo'yamiz. Nuqtani bosganimizda mana shu yerda mana shunday yozuv chiqadi. Mana qarang. Vash istoriya prosmotra. Mana shu yerni bosamiz. Mana shu ko'rgan narsalar tez-tez tozalab turganim uchun hozir yo'q. Mana shu yerda mana qarang, tepada 3 ta chiziqcha bor, nuqta bor. Vibrat deyapti. Mana pastda ptichkani, yumaloq ichini ptichka qilib qo'yasiz mana. Все. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda удалить. Mana. Bu yerdan chiqib ketamiz. Bu birinchi usuli. Tepada 3 ta chiziqcha bor. Bu yerga kiramiz. Настройкаga kiramiz. Teparoqqa borganimizda освободить место degan joyi bor. Mana очистить. Mana cache 00 bo'ldi. Buni ham очистить qilamiz. Mana shunday bo'lib, mana tozalandi. Shunday qilib tozalab tursangiz, telefoningiz TikTok akkauntingiz qotmaydi.